Azizlar, hozir Diyarbakır shahrida turibmiz. Diyarbakır shahri bu Turkiyaning eng eski qadimiy madaniyatlari joylashgan shahar, katta shahar. Kunimizgacha ko'plab asarlari yetib kelgan. Mana bu ko'rib turgan qal'amiz Buyuk Xitoy devoridan keyin kunimizgacha yetib kelgan eng uzun qal'a devorlaridan biri hisoblanadi. Uzunligi 5,5 kilometr masofaga ega. Shaharni butunlay o'rab olgan Diyarbakır shahrini eski qadimiy qal'asi desak ham bo'ladi. Hozir bu qal'aning ichiga kirib, yuqorisiga, ustiga chiqamiz. Qani ketdik. Hozir sizga qal'ani yuqoridan ham ko'rsatib beraman. Mana qal'a devorining ichiga kirib olamiz. Avval bu joydan askarlar, qo'mondonlar, jangchilar chiqishgan. Hozir endi tarixiy obyektga aylangan. Oh, maşallah. Baland ekan, tikka. Oh, mana. Hozir Diyarbakır qal'asining ustida turibmiz. Bu qal'a balandligi 12 metrga teng, eni ham anchagina keng. Ikkita qal'a bor bu yerda, tashqi qal'a va ichki qal'a. Hozir tashqi qal'ada turibmiz. Bu qal'a juda ham ko'p janglarni, juda ham ko'p urushlarni boshdan kechirgan. Vaqtida Rim imperiyasi, Bizantiya imperiyasi, Usmoniy imperiyasi, Saljuqiylar, undan tashqari bir qancha yana eski imperiyalar tarixiga shohid bo'lgan bu qal'adir. Ya'ni bu qal'aning tarixi ba'zi nimalarga ko'ra 4000, ba'zilariga ko'ra 5000, hatto 9000 yilgacha borishligi kitoblarda kelgan. Shuning uchun bu qal'aning ahamiyati turklar uchun emas, balki dunyo uchun ham ahamiyatga molik. Chunki UNESCO buni dunyo o'sha tarixiy obyektlarning ro'yxatiga qo'shib qo'ydi.